O'rtoqlar, hozir shunaqa yomon xabar eshitdim. Kecha ikkita xotinni, bitta erkak kishini, umumiy 5 kishini ishga qo'yganmiz. Ko'chada qolib ketgan. Bitta turk uyidan olib, ko'chada qolib ketganlarni ishga joyladik, yotoqli joyga. Hozir dahshatli narsa eshityapman. Qaranglar, bir kun ichida o'g'irlik sodir bo'lgan. O'zbeklar qilyapti buni. Dahshat. Komissiyani oldindan olish kerak. Endi yangi kelayotganlardan deyapti shirkat. Qaranglar, mana hozir 5 kishini o'zi yo'qolashgan, o'zligicha qochaman deb o'ylashgan. O'zi Turkiyani bilmaydi, qayerga qochadi. Yo, nimaga bunaqa haqqa borsa, nimaga qozoq, turkman yoki boshqa millat tojiklardan bunaqa gaplarni eshitmaymiz? Nimaga aynan o'zbeklar? Qatta nima olay bo'lsa o'zbek chiqib kelyapti-da. Nimaga bunaqa razil qilyapsizlar? Borgan sari qancha imkoniyatlar berilgan sari nimaga o'zbeklar bunaqa razil qilyapti? Men hammasini aytmayapman. Ba'zi birlari tayyor oson pul topaman deb o'ylaysizlarmi bilmayman. Yaxshi xotinlarga, yangi kelganlarga ishga joylashtiramiz, oyliga kam deb o'ylaysizlar. Ertaga ishlaylar, oyliga kattasiga o'tkaziladi. So'narbek, şimdi ne yapacaksınız? O 5 kişinin ne yapacaksınız? Yani hozir polis ma'murlari ham kelgan. Kimlar geldi bak, resimleri geldi. Evet, rasmlari geldi. Tamam, gösterin. Millet görsün. Mana, ujus. Uyalmaydimi? Tepaga yana. Böyle yapın yana. Dahşat. Ne yapacaksınız şimdi bularni? Şimdi mamlakatiga yana deport. Ujus bor-ku. Uyalib ketyapman bor-ku. İnsanın yüzünü kara çıkarıyorlar. Evet. Bak yazıyor ha. Qaranglar, sizlarni deb Aleyküm abi, iyi misiniz? Dün yanımda iki karı gitti mi? Siyahtan gelen. Şunu diyorum sana abi, biz de evimizde duruyordum. Evimizi soyup kaçıp gitmişler. Sana soruyorum, arıyorum şunun için sana hırsızıyım şunu. Terzi